Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh Mirjalol akam xonadonida qilingan ishlarni bir qator obzor qilishga qaror qildim. Sababiki kuzatuvchilar ichida so'raganlar bo'libdi. Hammasini obzor qilishga qaror qildim. Inshaalloh bu yerda qilingan ishlar pol qilindi. Yuqori qismimizga esa mehmonxona uchun dekordan figura ishladik. Dekor plastdan. Bu xonamiz mehmonxona vazifasini bajaradi. Eni 340, uzunligi esa 710 ni tashkil qiladi. Kiraverishimizda esa bizni 10.50 lik, eni 250 bo'lgan zal kutib oladi. Bu tomonimiz mana uzun dekor figura. Qirvoqqa qo'rg'ali, o'rtaga oddiydan ishladik. Bu yoq tomonimizda esa detskiy spalni. Bu yerda pollarini, lagalarini qoqib qo'ydik. Inshaalloh yuqori qismini esa ajoyib tarzda bitirib qo'ydik. Bu xonamiz ham bir xil razmeri 350, turi 10. Inshaalloh bu tomonimiz ham bugun polini qoqib olamiz. Bu yoq tomonimizda esa sanuzel bo'ladi. Sanuzel qismini ham alohida video qilib chiqaramiz. Bu yoq tomonimizda esa mo'jazgina oshxona kutib oladi. Chornovoy stachkalari quyildi. Inshaalloh turi 10 ga turi 20 ni tashkil qiladi. Yuqori qismini dekordan ishladik, qo'rg'ali. Bu yoq tomonimizda ko'proq joy qoldi, sababiki mebel ashibkasi bor. Kuzatishlikda davom etinglar. Kimga shunaqa 0 dan 100 gacha xizmatlar kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasizlar.